Assalomu alaykum, Arashan ishqibozlari, aka-ukalar. Akalar, qo'chqor zo'ri keldi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Arashan zo'rini istaganlarga tozasi keldi mana. Garbunus qaranglar. Brent, Svet, oq yuz, garbunus, quloqlari zo'r. Chistota, tozasi keldi akalar. Oyoqlar, bo'y basti, uzunligi zo'r. Dumbasi ham o'zgarishi mana. Dumbasi ham o'zgarishi. Chiroyli narsa, o'ta chiroyli, go'zal narsa keldi akalar. Qo'zi. Mana. To'shlari juda chiroyli narsa. Xo'p akalar, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Teparon qishlog'i, ismi Arabboy akalar. Murojaat qilaverasizlar. Men sizlarga polniy buni obzor qilib beraman. Quloqlarini o'lchab, bo'ylarini o'lchab. Yaltillayapti akalar, yaltillayapti. Chistotasi zo'r, o'ta chiroyli narsa. Qirg'izdan o'tgan akalar mana. Spot bilan. Liniyasi Leyman qo'chqorning bolasi akalar. Leyman qo'chqorning bolasi. Javob ekan, garantiyasiga javob. Ko'ryapsiz akalar, o'ta go'zal narsa. Mashalloh deb qo'yasizlar akalar. Hammaga nasib qilsa shuna qo'chqorlar boqish. Go'zalidan keldi akalar. Xo'p. Metrda olib kechi. Bo'ylariga yetib baho berasizlar. Shuni ham ko'rsataman akalar, albatta akalar. Necha chiqsa shunga olaverasizlar. Qo'ziga, uzunligi. Kes qo'ydim, uzunligi akalar. 2 metr. Necha chiqsa shunga olaverasizlar. Kechi quloqlarni o'lchaylikchi. Kallarni qaranglar akalar, kallar. Cho'ntagim. Toza Qirg'iziston. Nomer 970. Juda go'zal narsa. Xo'p akalar, mana kalsuv qo'yibman. Mana quloq. Pasini ko'rsat, yaqinlashtir. Yaqinlashtir pasini yaqinlashtir. Necha chiqsa shunga olaverasizlar akalar. Quloq, tepani ham ko'rsat. Kalsuvdan qo'ydik, ko'rsat pasini ham. Mana akalar, quloq joylashi ham zo'r. Xo'p akalar, juda chiroyli narsa. Xo'p, mana akalar, o'pish kadr. O'ta chiroyli akalar, bo'y basti zo'r, garbunus zo'r. Tishi qoldi. Tishini ko'rsatay akalar. Men bor uzr. Mana. Bo'ldi. Ko'rdingmi? Bu hali tishi buzmaydi. Inshaalloh 1 metrlik qo'chqor bo'ladi bu. O'ta yirik narsa. Qo'zi. Inshaalloh 1 metrlik garbunuslik chistota, simjun qo'chqor bo'ladi. Xo'p akalar, kelinglar, narxini telefon qilinglar, kelishamiz. Bo'laveradimi? Chunki har xil fikrlaydigan aka-ukalar bor. Telefon qilinglar, narxini kelishamiz. Arzon emas akalar, toza narsa. Bilasizlar, bunaqa liniyasi bor qo'chqor kelmayotgan hozir. Leyman liniyadan qo'z qo'chqorimiz sotuvda. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Narxini kelishamiz.